Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan yana Pocket Option saytida pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, bundan oldingi videoda ko'rsatib o'tgandim, bizda riskli savdo bo'ldi. Bugungi video obzorimizda yana biz balansimizni plus qilamizmi yoki minus qilamizmi sizlar bilan video davomida ko'rib chiqamiz. Demak, bizda aniq strategiya yo'q, bilasizlar, biz har doim bozor holatiga qarab strategiya alishtirib, o'shanga qarab taktika qilamiz. Demak, bu valyutni parada ham hozirda yaxshi holat bo'lyapti, ko'rib turganinglardek повышающий trend bu yerda уровень поддержкаga bozor tegan va hozir pastga qarab ketishi mumkin. Demak, 1 minutlik time frame da turibdi. Hozir bu yerda pastga qarab bitta сделка ochib qo'ysak ham bo'ladi 1 daqiqaga. Nega desanglar, chunki уровень сопротивлениyaga bozor tegdi, ozgina atkatam qildi va endi sekin pastga qarab yurib berish kerak. Agar tepaga qarab yurib ketsa, bu сделкamizni minusga yopsa, bozor o'zini strukturasi bo'yicha harakatlanmayotgan bo'ladi. Demak, bunaqa vaziyatlar ham ushab-sizlar yaxshigina daromad qilib olishinglar mumkin. Mana bozor yaxshi pastga yurib berishni boshladi. Demak, bizani сделка ochgan liniyamizdan pastga tushdi va сделкamiz yopilishiga 30 soniya qoldi. Kelinglar videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana bizani сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi. Biz birinchi $18 daromadimizni qildik degandim, lekin ko'rib turganinglardek, oxirgi 1 soniya qolganda сделкamiz bizga plusga yopilib ketdi. Bozor impuls bilan tepaga qarab yurib ketdi. Demak, bu trading bundan hayratlanmasak ham bo'ladi, chunki mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Oxirgi 1 sekundda ham bozor bizga impuls bilan tepaga yurib, ko'rib turganinglardek, bizani сделкamizni minusga yopib ketdi. Kelinglar biz AUD valyutni parasidan chiqib ketamiz, bozor holatini ko'ramiz. Hozir holatlarga qarab, qattiq yaxshi vaziyat bo'lgan bo'lsa, o'shanga qarab biz сделка ochishimiz mumkin. Demak, bu yerda bizani bozor holatimiz уровень поддержкаga qarab kelyapti. Bundan oldingi kuchli уровень поддержкani yorib o'tdi, bozor impuls bilan pastga qarab ketyapti. Demak, bu yerda ham уровень поддержкамizga kelgandan keyin biz tepaga qarab сделка ochib qo'yishimiz mumkin. Demak, hozir bu yerda hamma liniyalarni o'chirib tashlaymiz, gorizontal liniya olamiz уровень поддержкamizni belgilab olish uchun. Demak, shu yerda bizani уровень поддержкamiz bor, ko'rib turganinglardek, bu holat ham bizda yaxshi holat bo'ladi. Chunki OTC valyutalarda bozor yaxshigina mana bu liniyalarni chek qilib, shu liniyalardan bozor atkat olib beradi bizga. Demak, bizani birinchi сделкamiz minusga yopildi, o'shaning uchun biz keyingi minusni qoplash va foydaga chiqish uchun $50 сделка ochishimizga to'g'ri keladi. Demak, bu yerda kutib o'tirmaymiz, boshqa valyutni paralarni qaraymiz. Bunda ham yaxshi holat yo'q. Boshqa valyutni paraga o'tish kerak. Понижающий trend ketyapti. Bu yerda biz pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Kelinglar, 1 minutga pastga qarab сделка ochdik. Endi 2 minutga yana bir marta pastga qarab ochamiz, 3 minutga yana bir marta pastga qarab ochamiz. Qolganlari $20 dan bo'ldi. Nega bu yerda pastga qarab сделкаlar ochib tashladik? Chunki bu yerda kuchli понижающий trend bor, bozor pastga qarab harakatlanyapti. Bu yerda mana impuls bilan tepaga qarab yurib bersa ham, keyinchalik bozor bizga pastga qarab ochilib berishi kerak. Kelinglar, shuni mana bu yerda izbrinniga olib qo'yamiz, tepadagi holatni ko'rib turish uchun. Keyingi valyutni paraga o'tsak, mana bu уже уровень поддержкamizni ko'rib turganinglardek katta impuls bilan pastga yurib o'tib ketgan. Bundan oldin ham yaxshi vaziyatlar bo'lgan. Kelinglar, mana shu valyutni paramizdagi holatni ko'ramiz. Demak, bozorni yaqinlashtirsak, ko'rib turganinglardek, hozirda yana impuls bilan bozor pastga qarab yurib berdi. $50 сделкamiz yopilishiga 9 soniya bor va hozir plusga yopilayotgandi, lekin yana bozor tepaga qarab yurib berishni boshladi. Demak, bizani $50 сделкamizni oxirgi soniyalarda bozor plusga yopib berdi. Biz $46 chisti foydaga chiqdik va yana impuls bilan bozor pastga qarab yurishni boshladi. Demak, hozirda yaxshi harakatlanayotganda, aytib o'tgandek, понижающий trend bo'yicha harakatlanyapti bozor. Qolgan сделкаlarimizni ham menimcha plusga yopib beradi, chunki impuls bilan yurib berishni boshladi. Demak, kelinglar, mana shu yerdan 1 minutga biz tepaga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi, chunki bu liniyamizni yorib o'tdi. Endi shu liniyamizga bozor bizani qaytib kelish kerak. Demak, $20 dan bu valyutni parada ham ikkita tepaga qarab сделка ochib qo'ydik. Demak, bu сделкаlarimiz yopilishiga hali vaqt bor. Demak, общий bizda 4 ta сделка ochuv holatda turibdi. Agar shu 4 ta сделкamiz bizga plusga yopilib bersa, bemalol bugungi targovli sessiyamizni stop qilsak bo'ladi. Unaqa katta summani o'zingizlarga maqsad qo'ymanglar. Ozgina $40-30 yoki balansingizdan 10-20% daromadga chiqdinglarmi, shu bo'ldi. Bugungi targovli sessiyani stop qilsanglar bo'ladi yoki yarim soat yoki 1-2 soatdan keyin kirib yana bemalol bozor analiz qilib foyda qilishinglar mumkin. Demak, bizani keyingi сделкamiz yopilishiga 1 soniya qoldi va u сделкamiz ham bizga
plyusga yopilib, chisti 18 dollar 40 sent bizga daromad olib kelib berdi. Demak, balansimizda videoni boshida 793 dollar bor edi adashmasam va hozirda общий 3 ta 20 dollarlik сделкamiz ochiq holatda turibdi. Bu uchalasi ham yopilsa, uje biz yaxshigina plyusga chiqib olishimiz mumkin. Keyingi сделкamiz ham bizga plyusga yopildi. Yana 18 dollar daromad oldik va balansimizda 816 dollar bo'ldi. Qolgan ikkita сделкamiz ham bizga 100% plyusga yopilib berish kerak. Bittasi yopilishiga 30 soniya qoldi, ikkinchisi yopilishiga 50 soniya bor. Demak, birinchi bo'lib mana shu сделкamiz bizga yopilib berish kerak. Ya'ni birinchi bo'lib audio chfdagi сделкamiz yopilargan, xuddi mana shu сделкamiz, keyin mana 3 daqiqaga ochgan сделкamiz bizga yopilib beradi. Bu ikkalasi ham 38 va 40 dollardan bizning balansimizga qo'shiladi. Общий bugungi foydamiz 100 dollarga yaqin bo'lar ekan. Demak, bu valyutniy paradagi сделкamiz bizga plyusga yopildi. Demak, o'tnargi valyutniy paradagi сделкamiz bizga plyusga yopilib bergan ekan. Endi bitta сделкamiz qoldi. Bundan ham 38 dollar olsa 880-890 dollarlar atrofida biz foyda qilgan bo'lamiz. Demak, yaxshi tochkalarni ko'rdik. Bizning linamiz bozor impuls bilan atkat qilib berdi, ya'ni buzib yorib o't berdi. Undan keyin soya qoldirib tepaga qarab keldi va shundan keyin biz tepaga qarab сделка ochdik. Ko'rib turganingizdek, rovna adashmasam 100 dollar foyda qildik. Bu bugunga bemalol yetadi. Aytib o'tganda, endi xolasi ertaga kirib сделкаlar ochsak bo'ladi yoki 2-3 soatdan keyin agar o'zimizga ishonsak, bemalol kirib yana bozor holatini kuzatib, analiz qilib сделкаlar ochishimiz mumkin. Demak, sizlarga har doim maslahat berib o'tardim. Bitta strategiyaga ishonib qolmanglar yoki bitta indikatorga ishonib qolmanglar. To'g'ri, indikator ham yaxshi narsa, lekin indikator bizga 100% сделкаlarni et bermaydi. Indikator bizga сделкаga kirishimiz uchun, bozorni analiz qilishimiz uchun yordam beradi. Demak, ko'pchilik aytadi bizga bunaqa RSI bizda indikatorlari bor. Pastga kelganda tepaga qarab сделка ochamiz, tepaga kelganda pastga qarab сделка ochamiz deyishgan. To'g'ri, u сделкаlar ham ishlab beradi, lekin har doim emas. 50-50 ishlab beradi, chunki buni bozor deb qo'yibdi. Bozor xohlagan payti xohlagan tarafiga qarab yurib ketib qolishi mumkin. Keyinchalik sizlarga o'zim ham mana shunaqa indikatorlardan bitta ikkita сделкаlar ochib ko'rsataman. Ya'ni mana shunaqa ko'pchilik ko'rsatib o'tgan liniyasiga teganda сделка ochib bunaqa video roliklarni ham keyinchalik sizlarga chiqarib boraman. Hozir mana shunaqa o'zingizlar tex analiz qilib 100% foyda olsanglar bo'ladi. Xuddi menga o'xshab сделкаlar ochib. Bizdan indikatorlarni ham so'rashdi. Aytib o'tgandek, indikatorlarga 100% ishonib qolishni tavsiya etmayman. Indikatorlar bizga bozorni analiz qilish uchun yordam beradi. Demak, bugungi video rolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, videoga like bosib, bizani qo'llab-quvvatlayverasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.